O'zbek futbolida yana bitta katta xushxabar. Mana hozirgina FIFA saytida O'zbekiston 2027-yilda bo'ladigan 20 yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatini Ozarbayjon bilan birgalikda 12 ta davlat orasida bo'lgan mana shu bidding kompaniyasi O'zbekiston va Ozarbayjon bergan ariza g'olib chiqdi va поздравляю! Только что FIFA объявила, что мы выиграли hosting 2027 Under 20 World Cup. Поздравляю, вместе совместные усилия наших президентов dala свои plody. Bu bilan biz barcha futbol muxlislarini, futbol jamoatchiligini chin yurakdan tabriklaymiz. We are very grateful and thankful for FIFA Council, all Uzbek football family and Azerbaijan football family having really very big joy to have this big football celebration in our country in 2027. Albatta bu o'z-o'zidan bo'lmayapti. Hurmatli prezidentimizni so'nggi yillarda mana O'zbekistonda futbol infratuzilmasini eng zamonaviy sharoitga, eng zamonaviy ko'rinishga olib kelib, mana yaqinda FIFA prezidenti ham o'zi kelib, juda ham taassurotlar bilan qaytib ketdi va ko'p joylarda O'zbekiston mana shunday katta loyihalarni qilib, o'sha loyihalarni qisqa vaqt ichida amalga oshirayotgan kam sonli davlatlardan ekanligini juda ko'p joylarda e'tirof etganligini biz eshityapmiz va bu albatta O'zbekiston futboli, umuman O'zbekiston jonajon vatanimiz mana shunday katta yutuqlarga erishayotgani, hurmatli prezidentimizga katta rahmat aytamiz, futbol jamoatchiligimizga katta rahmat aytamiz, futbol mutaxassislari hamma birgalikda erishayotgan yutug'i deb bilamiz va birgalikda hammamiz mana shu jahon chempionatini 20 yoshlar o'rtasidagi eng yaxshi jahon chempionatiga aylantirishga va shuni eng yuqori saviyada tashkil qilishga bor kuch bilimimizni safarbar qilamiz.